Tog'angiz bormi? Hani bir yilda 4 marta 5 marta uyga mehmon bo'lib keladigan, lekin shunda ham men seni o'z qo'llarim bilan katta qilganman deydigan soxta mehribon odam, shundaymi? Ha, shunday. Nimaga soxta? Ko'rishib qolsam nomiga salomlashadi men bilan. Jiyan qandaysa ishlang yaxshimi, sog'lang yaxshimi deydi. Endi ishlarim yaxshimi, sog'lig'im yaxshimi aytaman desam, o'zi boshqalar bilan gaplashib ketgan bo'lar. Nomiga-da. Ishonmayapsizmi? Ha? Ishoning. Tog'am o'zi yaxshi odam. Yoshligimizda jiyanimga deb turib ko'chadan bitta shokolad olib kelardi. Bizlar 3 ta 4 ta jiyan-ku. Shuni ham olib kelib, o'zi yarmini yeb, bizga qolgan yarmini 3 ga bo'lib berardi. Faqat teng bo'lib yenglar jiyanlarim deb. Lekin mana shu tog'amda boriga mingdan ming shukr. Nimaga bilasizmi? Nimaga? Ayam shunday deb aytadi. Men ham anig'ini bilmayman nimagaligini.